aka YTTM bor. Deylik, men Xitoydan tovar oldim, Xitoyga pul chiqardim. Yuk tashuvchi kompaniya ham xitoylik, unga ham pul chiqarishim kerak. YTT kompaniyamdan yuk tashuvchi kompaniyaga ham pul chiqarsam bo'ladimi? Albatta, avvalambor siz o'sha chet el kompaniyasi bilan kelishayotganda yetkazib berish shartini kelishib olgan bo'lasiz. Ya'ni transport kompaniyani kim to'laydi? Siz to'laysizmi yo yetkazib berish narxi bilanmi? Bu holatda transport kompaniyani pulini siz to'laydigan bo'lsangiz, to'lashingiz mumkin. Faqat bitta narsani xitoylik transport kompaniyasidan talab qilishingiz kerak. O'sha kompaniyani Xitoyda rezidentligi to'g'risida, soliq rezidentligi to'g'risida sertifikatini olishingiz kerak. Agar shu sertifikatni olmasdan turib Xitoyga transport xizmatiga pul chiqarsangiz, unda keyinchalik o'sha summada 6% soliq to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. O'sha rezidentlik sertifikatini pul chiqarishdan oldin kimga berishim kerak? Bankka taqdim qilaman? Yo'q, uni hech kim so'ramaydi. Uni o'zi buxgalter so'rashi kerak. Ayrim buxgalterlar e'tiborsizlik qilib pulni to'lab yuborishadi. O'sha pul to'lash jarayonida qo'lingizda sertifikat bo'lishi kerak. Sertifikat olingan sana pul to'langan sanadan oldingi sana bo'lishi kerak. Bir xillar to'lab yuboradi, keyin olib qo'yadi, keyin sertifikatini o'tkaza olmay soliq to'lab yuradi. Lekin siz o'zingiz bilishingiz kerak buni. Uni hech kim aytmaydi sizga.